Sizga aytib o'tganingizdek juft sovg'alar bo'ladi. Demak, qarshi olamiz shoir Muhiddin Madaminov hamda xonandalar Sohibjon hamda Saidjon Yo'ldoshevlar. Marhamat. Marhamat. Qarsaklar sizlar uchun. Keling, marhamat. Muhiddin aka, xush kelibsiz, qadrli do'stlar. Assalomu alaykum. Sog' omonmisizlar? Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Farg'onalar tinchmi? Farg'ona ham tinch. Bog'dodda nima gaplar degan. Bog'dodda hamma tinch. Bog'dodda hamma yo'q tinch. Bitta nima bor? Iroqdagi Bog'doddan, Iroqdagi Bog'doddan. Farqimiz bor, hamma yoq tinchdir bugun Bog'dodda. O'ziga xos shevamiz chiqmas hech qachon yoddan. Yomon odam ham chiqmas bu Bog'doddan hayotda. Bu mening she'rim emas. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoning yuraklaridan tomib chiqqan satrlar bo'ladi. Qoyil, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Bugun mana erta tongdan dasturga yetib keldingiz. Endi uyda ayollar, opa-singillar, har bir erkakdan oila a'zolari nimadir kutishadi. Albatta. Ha, Toshkent azmdan ularga nimadir olib borishni reja qildingizmi yo sovg'alar allaqachon berib bo'lindimi? Birinchi galda ayollarimizga, qizlarimizga hozir mana qo'shiqda eshitasizlar. She'rim mana bu yigitlar qo'shiq tanlagan. Yuragimizdan chiqqan mehrimizni qo'shiqqa solib kuylaganmiz. Eng katta qo'shiq, eng katta sovg'a o'sha deb o'ylayman. Bo'ldimi? Ikkinchi darajada shu Toshkentda jonajon O'zbekistonimizning poytaxtimiz Toshkentdan Bog'dodga quruq qaytib bo'ladimi axir? Nima bormoqchisiz? Endi bunisi sirroq endi. Faqat nabiralarimga, qiz nabiralarimga o'yinchoqlar Va olaman. ko'p narsani bilsangiz qarib qolasiz. Yo'q, qarib qolishga niyatim yo'q, lekin akalarim yashirishmasa kerak endi. Yangamga nima olib borasiz yangamga? Kutib turlar-ku. Yangangizga nima boramiz? O'sha Muhiddin akam aytmoqchi, yangangizga sir, lekin onamizga shu chiroyli bir nima deydi? Gul albatta, unga qo'shib bir zo'ridan, yaxshisidan, chiroylisidan ko'ylakda endi. Yaxshisi chiroylisidan. Libos deb o'ylayman. Bo'lmasa qiynalsangiz tanlashga ko'ylakni pulini berib qo'ya qoling. O'zlari xohlaganlarini xohlagan tanlab oladi. Ana, shunisi ham tobida bo'ladi. Ha, unisini bersam, pulini bersam yoqadi onamga. Ana. Endi Muhiddin aka shoir kelsa albatta she'r so'raymiz. Albatta. Siz ham tayyorlab yaxshi bir she'rlarni olib kelgansiz. Besabab xilt etmas daraxtning shoxi. Allohning amri shamol bo'lmasa, nursizdek ko'rinar uying chirog'i, yoningda oydagin ayol bo'lmasa. Hormang deb kutuvchi odam topilmas. Dardingga darmoni malham topilmas. Quvonchu g'amingga hamdam topilmas. Uyingda suyganing ayol bo'lmasa. Qabrdek tuyular xobxonang go'yo. Yostig'ing yarimta yotarsan tanho. Hayotda yashashdan qolmaydi ma'no. Yostiqdosh rafiqang ayol bo'lmasa. Ota-onang bo'lsa boshqa gap edi. Oh desang ohingga jonni sor derdi. Ularsiz g'amingga kim sherik endi? Mehribon hamdarding ayol bo'lmasa. Kiyim boshlaringni tark etirishpa. Orzu bo'lib qolar issiq choy ovqat. Zo'rg'a 5-6 kun qilursan toqat. Suyanib qolganing ayol bo'lmasa. Yolg'izlik yaratganga xosdir faqat. Barcha qo'sha qarib yashasin albat. Kimga ham ta'tirdi, shundayin bayramdek rohat. Qo'shganing sirdoshing ayol bo'lmasa. Yashang. Bu she'r millionlab erkaklarni yuragidagi, tilidagi o'sha go'zal tashbih, e'tirof. Haqiqatan ham ayolimiz bo'lmiz qanday yashaymiz? Albatta. O'zingiz ayting mana. Garchi buni doim sizga aytishmasa ham hurmatli ayollar. Aytamiz biz. Va ana shunday o'ylashadi. Doim hayolingizda bo'lsin. Endi qo'shiqda eshitsak nima deysizlar? Demak, ayollarimiz uchun maxsus
bayram sovg'asi sifatidagi go'zal qo'shiq Umidaxonim. onajonlar uchun. Sizni yaqinlaringiz, sizni atrofdagilaringiz va albatta omon muxlislari uchun aynan mana shu qo'shiq, maxsus qo'shiq sovg'a bo'ladi. Premyera birinchi marotaba. Premyera qo'shiq. Marhamat. Marhamat. Omon saqlasiga sizlarni taklif etamiz. Ayol bu singlimdir, ayol bu opam, rafiqam qizlarim, mehribon onam. Ayollar bor ekan, go'zaldir hayot. Ayol kulgusidan munavvar olam. Ayol bu singlimdir, ayol bu opam, rafiqam qizlarim, mehribon onam. Ayollar bor ekan, go'zaldir hayot. Ayol kulgusidan munavvar olam. Ayolsiz ko'rinar g'arib yer shar, zarrindek ko'rinmas quyosh nurlari. Ayollar bor ekan, osmon musaffo, olmosdek charaqlar, yulduzlar bari. Ayolsiz gulzorda bo'lmas tarovat, bulbulda qolmagay sayrashga toqat. Gulzorda gullarning sarasi ayol, ularsiz bizlarga yo'qdir halovat. Ayolsiz gulzorda bo'lmas tarovat, bulbulda qolmagay sayrashga toqat. Gulzorda gullarning sarasi ayol, ularsiz bizlarga yo'qdir halovat. Dunyo bor ekanki, ayol bor bo'lsin, farzand ardog'ida baxtiyor bo'lsin. Bayramlar shukuri, to'ylar gul toji, oila tayanchi, suygan yor bo'lsin. Dunyo bor ekanki, ayol bor bo'lsin, farzand ardog'ida baxtiyor bo'lsin. Bayramlar shukuri, to'ylar gul toji, oila tayanchi, suygan yor bo'lsin. Ayolsiz gulzorda bo'lmas tarovat, bulbulda qolmagay sayrashga toqat. Gulzorda gullarning sarasi ayol, ularsiz bizlarga yo'qdir halovat. Go'zal ijro uchun tashakkur. Ayolsiz haqiqat Qani Sayji o'ting. hayot yo'q. Muhiddin aka, Albatta. siz yaxshi bilasizki bu endi bu Albatta. Bizda Anvarjon Bag'dodda juda talantlar ko'p. Hali chiqmagan, ko'rilmagan ko'pchilik O'zbekda hali tortinish bor. Mana shunday yigitlar, qo'shiqchilar mana ular ham shoirlar bor mana. Xudo xolasa demak, siz ularni olib kelishda, Kashf etishda. hammamiz birgalikda kashf etishda davom etishimiz kerak. Albatta.
Muxbiraga ko'rib xursand bo'ldik. Uydagilarga bizni nomimizdan salom, tabriklarimizni yo'llab qo'yasiz. Yigitlar ijodiylarga omad. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Va biz mana shunday yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Albatta, bizdan yiroqlashmang. Hali bayramona tuhfalarimiz siz uchun juda ham xo'p va ko'p.